Hammaga salom. Bu murojaat Abdurahmon Rahimovich, ya'ni men tomonidan butun bir O'zbekiston xalqiga va davlatga. Bitta narsani aytaman do'stlar. Aksariyatimiz muammoni ko'rib, bu muammoga men yechim bera olmayman, meni harakatlarim nimani ham hal qiladi degan tushuncha bilan yashaydi. Ammo men bundan mutlaqo yiroqman va qanaqadir muammo bo'lsa va sohamga doir muammo bo'lsa, men hamma vaqt aytib chiqqanman. Bunda qanaqadir shaxsiy manfaat ko'zlanmagan, chunki bu soha ortidan men hech qachon hech kimga qandaydir pul evaziga kurs sotib yoki signal sotib yoki qandaydir o'qitish tizimidan pul olib yurgan inson emasman. Va bu muammo vabo misol O'zbekistonga kirib kelyapti. Hozir bu kichikday ko'rinadi, lekin aslida ko'lamini olsak juda ham katta muammo bilan to'qnashganmiz. Sir emaski, Instagramga kirsangiz O'zbekistonda tubi yo'q kurslar, ya'ni trading kurslarga duch kelasiz. Xo'sh, o'zi trading ular talqin qilgandaqa sohami? Unda shunchalik tez pul topish mumkinmi? Shu sohani vakili sifatida sizlarga bitta narsani yaxshilab eslatmoqchiman. Aslida trading bunday ko'rsatilgan yo'llar bilan pul ishlanadigan soha emas do'stlar. Bularning hammasi xalqni qashshoq qilish uchun eng katta propagandalardan biri. Va afsuski, bu propagandaga qo'l berib berayotgan, ya'ni qo'l vazifasini bajarayotgan o'zi aslida bloger, lekin trader taxallusi bilan yurgan do'stlarimiz, aka-ukalarimiz bunga sherik bo'lishyapti. Xo'sh, siz muammoni ko'rib turgan narsa bu aslida muammoning o'zimi yoki bir bo'lagimi? Aslida muammo undan da katta desam ishonasizmi? Siz o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin, faqat kurs sotilyapti, kursdan daromad qilinyapti yoki trading qilinyapti deyishingiz mumkin, lekin bugun sizlarga men bu sohani va sizga talqin qilinayotgan yolg'onlarni asl muammoning ko'lamini ko'rsatib beraman. Xo'sh, boshdan boshlasak, hozirgi vaqtda trading qanday soha? Oson pul topish manbai, 2 oy o'qiysiz, pul tiqasiz va juda ham katta pul ishlaysiz. Aslida bu narsalar psixologik propaganda, ya'ni sizlarning pullaringizni shilish uchun qilinayotgan vositalardan biri. Xo'p do'stlar, sizlarga boshqa talqinda tushuntiraman, tushunishlaringiz uchun. Tasavvur qiling, men doktorman va boshqa doktor ham bor. Hozirgi vaqtda sir emas, doktorlarga kompaniyalar, ya'ni farmatsevtika kompaniyalari tomonidan kelib dorilar yozib beriladi va shu dorilarni sotganidan doktorga ulush ajratishadi. Bu narsa xuddi tradingda ham xuddi shunaqa narsa bo'lib kelyapti. Tasavvur qiling, men doktor va hamkasbim qo'shtirnoq ichidagi doktorni insonlarga tiqayotgan foydasiz yoki zararli dorisini qanday zarar